tadbirkorlar qiynab turgan qanday banklik muammolar bor? Bu içine giradigan bo'lsam kreditmi yoki bank uslubimi yoki plastik kartangizdami yoki terminal kerakmi ve herkese şu meseleleringizni yetişe qo'ldan kelgancha yordam beramiz. O'zlarimizda yechiladigan masala bo'lsa o'zlarimiz, viloyatda masala bo'lsa viloyat, bo'lmasa respublikalik bo'lsa respublikalik masalalar halatiflere yechib ishlaringizni yengillashtirib beramiz. Endi bugungi kunda kelib aytadigan bo'lsak, hurmatli prezidentimiz tomonidan shu yil boshida topshiriq berilgan bizlarga banklere, ticaret banklarına topshiriq berilgan her bir mahallede erkin tarzda banki joriy qilinadi. Yani ishga olmasanda topshiriqlar berilgan. Tumanimizda 43 tane mahalle bulup, şunda 12 tane mahalle bize de buyruq berilgan. Şu 12 mahalleye 12 tane yetallarımız, 3 tane bankilerimiz var. Bular vazifeleri nimelerden ibaret. Bugün günde kırıp duran işleri üyme hanadan girip bank mahsulatlarını yani kreditlerini reklam edilip işsizlikni təminləş, elden alış, fuqaralarımızı tədbirkarlığa çağırış boyunca hanadan girip iş alıp barayadırlar. Bugün güne gelen olduğum şu teşkilatın yerinden bana prezidentimizi karşılıklarına bugün güne gelsek 15 milyardan ziyade kreditler verdik. Onun için de cismani şahslara, iyi yürüdük şahslara kreditler verdik. Şimdi cismani şahslara toxtaladigan bo'lsak, kreditlari bo'yicha 5 yil muddatda 2 yillik imtiyozli davr bilan 50 milliongacha kredit beramiz. Yuridik mijozlarimiz esa 100 milliongacha yarovsiz kreditimiz bor. Bu da 312-sonli prezidentimizni 312-sonli. 100 milliongacha yarovsiz, 300 milliongacha beriladi. 100 millionlar yaqin yarovsiz saqlanadi. Bundan tashqari aylama bilan buldurishdagi kreditlarimiz bor. Naqd ko'rinishida beriladi. 300 milliongacha sug'urta bilan kreditlar beramiz. Aylama oborotidan kelib chiqib. Endi bugungi kunda hozirgi yig'ilishimizda kimda savol bor? Banklik masala bor. Turib mazmun savol qo'yishingiz mumkin. Firma hocalığımız var. Kuraşmaya hocaydık. Faizini çarpayız. Hem zaten imtiyazlarımız için şu an düşürüklerden. Büyük paxta zalla yönelişinde faaliyetler barayatman bozanız 24 faizden 24 faizden 10 faizi devlet jamg'arma subsidiya hesabından to'lab beriladi. Bu mujozat 14 faizden düşüyor. Yani 6 aylık imtiyaz devri var. 5 yıl.